Assalomu alaykum barchaga. Biz Nuri elektrik lotoklarini bo'yash sexida turibmiz. Bu yerda dastlab lotoklarimiz tozalab artilgandan so'ng mutaxassislarimiz yordamida bo'yash bo'limiga kiradi va bu yerda barashkoviy kraska yordamida bo'yaladi. Bo'yalgan tayyor kraskalarimiz quritish bo'limida quritilgandan so'ng tayyor holatga keladi va biz mijozlarimiz ehtiyojlaridan, xohishlaridan kelib chiqqan holda xohlagan ranglariga barashkoviy kraska yordamida lotoklarni bo'yab berishimiz mumkin.